Sizlarni mahallada uchrashuvimiz tashkillashtirganmiz. Asosiy maqsadimiz bu yerda o'sha xalq muammosini hal qilish. Tumanimizning barcha tashkilot rahbarlari, hokim o'rinbosarlari hammasi mahallaning muammosini o'rgangani kelganmiz. O'zim ham hozir ishlamayman-da, ishlayapman. Nimaga yordam qilib beraylik? To'ygami, uy joygami, nimaga, Remont qilsa to'y, endi to'yonlar bilan bo'lar. Men endi bunaqa katta to'y ham qilmoqchi emasman. beradi. Bir mashina, ikki mashinani olib borib, to'g'rilatib, tushundinglarmi kamolini? Qo'limda ish keladi, to'g'ri, chilyap qila olaman, lekin qadrli, yig'ilib. Borasizlar, ko'rasizlar, o'sha yerdan onaxonga o'zlariga to'xona topib beramiz. Onamga turaman, menga bitta qizim bor. Sizlar yordamingiz bo'lsin. Shunda men o'zim yorim qilsam, harakat qilsam, o'g'illarni o'zim tortaman. Xonali uy qurib beramiz pastga. Birgalashib. Bularning uylari, bular opalari. Hovlini bir burchagidan uy-joy qurishga beradilar. Keyinchalik bo'lishga ham imkoniyat yaratadigan qilib, to'g'rimi? O'sha yerda borib ko'rib kelasizda, o'rganib kelasizda. Menga loyihasini loyihachilaringning bittasiga chizdirasan, 2 xona bo'lishi kerak. Sanusiy, oshxonasi.